Agar chumola siz bilan bir xil bo'yga ega bo'lib qolsa, siz unga qarshi bir daqiqa ham chiday olmas edingiz. Chumola tabiat yaratgan mukammal jangovar robot. Uning tanasi qattiq zirhli egzoskelet bilan qoplangan. Endi tasavvur qiling, shu zirh odam bo'yiga teng kattalashsa, qanday kuch va chidamlilik paydo bo'lgan bo'lardi. Oddiy chumola o'z vaznidan o'nlab baravar og'ir yukni ko'tara oladi. Agar inson ham shunday nisbatda kuchga ega bo'lganida, mashinani ko'tarish u uchun oddiy ish bo'lardi. Uning jarlari esa tirik qisqichdek, kesish, yirtish va parchalash uchun yaratilgan. Eng qo'rqinchlisi shundaki, chumola hech qachon yolg'iz bo'lmaydi. Siz bitta chumolani ko'rsangiz, bilingki, uning atrofida minglab boshqalari ham bor. Ular hid va kimyoviy signallar orqali bitta organizmdek harakat qiladi. Odam bo'yidagi bitta chumola ovqat yoki xavfni sezsa, u darhol boshqalarga uzatiladi. Va siz endi bitta jonzotga emas, balki mukammal tashkil etilgan armiyaga qarshi turasiz. Bizning qurollarimiz odamga qarshi yaratilgan. Yumshoq tana, qo'rquv, sekin reaksiya. Chumolilar esa tezlik, son va qurbonlikka moslashgan. Shuning uchun agar ertaga hech bo'lmaganda bitta chumola odam bo'yida uyg'onsa, bu shunchaki xavf emas. Bu ogohlantirish bo'ladi. Va ishonchingiz komil bo'lsin. Insoniyat bunday mavjudotlarga qarshi urushga tayyor emas. U yerda shubha yo'q, achinish ham yo'q.